O'z qaynim meni. Assalomu alaykum mening aziz muxlislarim, qadri baland qadrdonlarim. Iltimos, videoroliklarimiz kengroq tarqalishi uchun bir dona like bossangiz va kanalimga obuna bo'lsangiz, sizlarga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Oldindan kattakon rahmat. Men tikuvchilik sexida ishlab yurgan paytlarimda bir yigit bilan tanishib qoldim. O yigit bilan 2 yil gaplashib yurdik. Lekin u yigit meni aldab, boshqa bir o'zga qizga uylanib ketdi. O'shandan keyin sevgiga bo'lgan muhabbatim butunlay yo'qolib ketdi. Lekin menga ham kelayotgan sovchilarning qadami uzilmas edi. Bir kun oyijonim yoniga chaqirdi. "Qizim, bu yoqqa kel. Ko'rib turibsan, tinmasdan senga sovchilar kelyapti. Nima deysan? Yaxshi ko'rgan yigiting bo'lsa ayt, o'shanga beraman" dedi. Men yig'lab yubordim. "Yo'q oyijon, kimga xohlasiz shunga beravering. Men roziman" dedim. Chunki meni yaxshi ko'rgan yigitim aldagani uchun hayotga bo'lgan sevgim, hayotga bo'lgan muhabbatim bir umr yo'qolgan edi. Hech narsaga qiziqishim ham qolmagan edi. Shunday qilib oyijonim o'zi xohlagan yigitga turmushga berib yubordi. To'yimiz juda ham chiroyli o'tdi. Uydagilar hammasi meni hurmat qilar edi. Ayniqsa azakam ko'nglimga qarar edi. Bu baxtim ham uzoqqa cho'zilmadi. Chunki azakam avtohalokatga uchrab avariya bo'lib olamdan o'tdi. Qornimda farzandim bilan qolib ketdim. Nima qilishimni ham bilmas edim. Chunki ikkovi orasida qolib ketgan edim. Bu yoqdan uydagilarim kelib, "Seni olib ketamiz. Ering bo'lmagandan keyin nima qilasan?" derdi. U yoqdan qaynonam bechora yig'lar edi. "Unday qilmang. O'g'limdan ayrilganim kamday, dunyoga keladigan nevaramdan ham ayirmang. Iltimos sizdan Xudo, shu nevaramni o'zim tarbiyalay" deb turib olgan edi. Oradan hech qancha vaqt o'tmay men farzandli bo'ldim. Allohning kuch-qudratini qarangki, Xudoyim menga 2 farzand ato etdi. Biri Hasan, biri Husan. Qaynonam juda xursand bo'lar edi. Lekin uydagilarim, "Sen hali yoshsan, turmushga chiqishing kerak. Bu 2 bola bilan qolib ketasanmi? Bu bolalarni o'zimiz ham katta qilib olamiz" deb turib oldi. Shunda qaynim oyijonimga shunday dedi: "Xudo xola, nima degan gapingiz? Hali akam olamdan o'tganiga hech qancha vaqt bo'lgani yo'q. Hali go'ri ham sovigani yo'q. Unday demang. Kerak bo'lsa kennoyimni o'z himoyamga olaman. Jigarlarimni ham. Men kennoyimni va jigarlarimni yerga tashlab qo'ymayman. Hech xavotir olmang. Faqat bu gapingizni boshqa gapirmang. Iltimos sizdan" dedi-yu indamasdan uydan chiqib ketdi. Farzandlarim katta bo'lgan sari qaynimni o'z otasi deb biladigan bo'ldi. Men boshim qotib qolgan edi. Nima qilishimni bilmas edim. Shunda qaynim bir kun shunday dedi: "Kennoyi, sizga bir gap aytaman. Baribir uylansam shu uyga bir ayol keladi. Men o'z jigarlarimni yetim bo'lishini xohlamayman. Agar yo'q demasangiz, menga turmushga chiqing. Akam ham xursand bo'lar edi. Chunki men sizni himoya qilaman" dedi. Bu narsa men uchun bir kutilmagan hodisa edi xolos. Lekin men qaynimga turmushga chiqishga uyalar edim. Odamlar, mahalla nima deydi deb. Lekin qaynonam, qaynotam haligacha meni qo'limni so'rashadi. Lekin men uyalaman. Farzandim hozir 3 yoshga kirdi. Nima qilishimni bilmayman.